Alloh bandani sinab qo'ysa, tashlab qo'ygani emas, balki yaqinlashtirganidir. Alloh kechiktirsa, rad etgani emas, yaxshirog'ini tayyorlayotganidir. Allah Qur'oni Karimda aytadiki, butun insoniyatga nido qilib. Qur'onda nido oyatlar juda ham ko'p. Nido degani chaqiruv. Payg'ambarimiz alayhissalomni o'zlariga alohida xos nido qilinadi. Masalan, ya ayyuhan nabiy deb, ey Allohning payg'ambari deb keladi. Mo'minlarga nido keladi, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar. Kofirlarga nido keladi Qur'onda, ya ayyuhallazina kafaru, ey kofirlar, kufr keltirganlar deb nido keladi. Shuningdek, butun insoniyatga ham alohida nidolar kelgan. İnsoniyatga aytilgan nidolardan bittasi mana shu Baqara surasining 168-oyati. Alloh aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nas, ey odamlar, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Sizlarga yerdagi halol pok narsalarni tanovul qiling. Yer yuzida sizga berilgan ne'matlardan halol pok narsalarni iste'mol qiling, tanovul qiling. Va la tattabi'u xutuvati shayton. Shaytonni yo'liga ergashmang. Shaytonni izidan yurmang. Innahu lakum aduwwun mubin. Albatta u sizlarga ochiq dushmandir. Ushbu oyati karima butun insoniyatni rizqni halol yeb, halol kasb bilan yashamoqlikka chaqiryapti. Va shaytonning yo'liga ergashmang deb Alloh tugatyapti va u shaytonni dushmanligini aytyapti. Demak, shayton insonlarni doimo haromga intiltiradi. Harom nima o'zi? Harom bu Alloh qilmang shu ishni degan ko'rsatma. Alloh qilmang shu ishni qilmang degani yeyishdan bo'lsin, amaldan bo'lsin, mana shu ishni qilishlik harom degani demak taqiqlangan. Shayton badbaxt insonga ayni mana shu narsani chiroyli ko'rsatadi. Gunohlar chiroyli ko'rinadi. Savoblar odatda insonning ko'ziga yaltirab ko'rinmaydi. Shuning uchun Alloh taolo butun insoniyatga nido qilyaptiki, ey odamlar, sizlarga rizq berilgan narsalarni halollarini yenglar. Halol yenglar. Shaytonning yo'liga yurmanglar. U sizlarga dushman deyapti Alloh taolo. Shuning uchun ham halolning eng yaxshisi azizlar mana shu halol mehnat qilib, halollik bilan kun kechirish, bola chaqamizni boqishlikka harakat qilib, ularni yegizishga harakat qilar ekanmiz, shuni halolini topishasizlar. Ba'zan to'g'risi charchaban ketadi odam. Bola chaqa deymiz, ish deymiz, ertalab chiqqan kimdir savdo qiladi, kimdir ishlab chiqarish qiladi, kimdir hunarmand, kimdir dehqon, kimdir arava yetalayapti, kimdir taksi qilyapti. Bundoq qarasangiz rizqini qidirib yuribdi-da. Uyga kelganimizda hech narsa yoqmay qoladi. Bola chaqamiz gapi ham yoqmay qoladi. Charchadim deymiz. Ba'zan noliymiz charchaganimizdan. Hozir men sizlarga bir hadis o'qib beraman. Mana shu hadisni eshitgandan keyin charchaganingizda xafa bo'lish o'rniga xursand bo'lib qolasiz, inshaalloh. Bu hadis Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan, Imom Tabaroniyda kelgan hadis. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, man amsa kallan min amali yadayhi amsa maghfuran lahu. Qarang, kim mehnat qilib, bola chaqani boqaman deb tashvish qilib, halollik bilan harakat qilib, charchab, uxlab shu kunda tong ottirsa, ertalab gunohlardan mag'fur bo'lgan holda uyg'onadi dedilar Payg'ambarimiz alayhisalom. Ota bo'lib bola chaqangizni boqishlik, ona bo'lib bola chaqangizni boqishga harakat qilishligingiz va siz kelib charchab yotishligingiz shu tunda charchoqlik bilan
tong ottirishingiz gunohlarni mag'fur bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun ham dinimiz azizlar mehnatga chaqiradi, battollikdan qaytaradi. Halol mehnat qilsin, kasb kamol qilsin, hamma halol xizmat qilsin deb aytadi. Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu dan naql qilinadiki, bir kuni deydilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalar bilan o'tiruvdi, bir odam o'tib qoldi. Baquvvat odam ekan, yurishlari ham boshqacha, harakatchan, shunaqa qilib o'tib ketuvdi. O'tirganlar qarab turib, qani edi shu odam, Alloh yo'lida shunaqa bo'lsa deydi. Bizda shunaqa odat bor, bizda ham bor, o'sha mahalda ham bor ekanda. Qarang, darhol nimani bo'lsa biz aytaylik birortasi bir ish qilsa, ha shuni o'rniga mana buni qilsa bo'lmaydimi deb qo'yamiz. Mana qilishni o'rniga ko'proq masjidda o'tirsa bo'lmaydimi yoki namoz o'qisa bo'lmaydimi yoki bunaqa qilsa bo'lmaydimi? Nafllar, boshqalar taklifini beraveramizda. Sahobalar ham haligi odamni harakatchan, g'ayratchan, baquvvat odamni ko'rib turib, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, bu kishi qaniyda hozir shu mehnatini, shu harakatini fi sabilillah, ya'ni Alloh yo'lida qilsa. Payg'ambarimiz alayhisalom javobini qarang. U zot aytdilarki, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigara fa huwa fi sabilillah. Agar shu odam shu baquvvat, shu quvvatini, shu harakatini kichik bolalarini boqishlik yo'lida harakat qilib chiqib yurgan bo'lsa, u odam Allohning yo'lida dedi. Qarang, bola chaqani boqaman deb chiqishligi, kichkina bolalari bor, sag'ir bolalari bor, otani qo'liga qarab turibdi. U Allohning yo'lida ekanligi. Fa huwa fi sabilillah. Wa in kharaja yas'a ala abawayni shaykhayn kabirayn fa huwa fi sabilillah. Yoki bo'lmasa u uyidagi qari ota-onasini ta'minlayman deb shu harakatida chiqib yurgan bo'lsa, fa huwa fi sabilillah. Bas u ham Allohning yo'lida. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya'fiha fa huwa fi sabilillah. Yoki bo'lmasa u boshqalarga muhtoj bo'lib qolmay deb harakatini qilayotgan bo'lsa, o'zi uchun tamagir bo'lib qolmay deb harakat qilib chiqqan bo'lsa ham, u Allohning yo'lida dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Va in kana kharaja riya'an va tafakhuran fa huwa fi sabili shayton. Agar u shu yurishini, shu o'zini kuchini, boshqasini odamlarga faxr uchun, riyo uchun harakatini qilayotgan bo'lsa, fa huwa fi sabili shayton. U shaytonning yo'lida dedilar. Demak, niyatni to'g'rilashimiz kerak azizlar. Agarki biz shu kichik bolalarimizni boqaman deb, keksa ota-onamizni boqaman deb yoki o'zimiz boshqa bir odamning qo'liga muhtoj bo'lib qolmaylik, ta'makar bo'lib qolmaylik deb harakat qilib chiqqan bo'lsak, bu fi sabilillah ekanlar, Allohning yo'lida. Allohning yo'lida degan maqom katta maqom. Allohning yo'lida o'sha aytaylik, ilm olib harakat qilayotgan odam ham Allohning yo'lida deyiladi. Dinini, vatanini, oilasini himoyasida turgan odam Allohning yo'lida deyiladi. Haj safariga chiqqan odam Allohning yo'lida deyiladi. Fi sabilillah degan, Allohning yo'lida degan maqomga hozir hadisga muvofiq bola chaqasini boqaman, ota-onamni boqaman deb chiqishlik o'shin bilan barobar ekan. Shuning uchun mabodo shunaqa harakatlarda qilayotgan bo'lsak-ku, biz bilaylikki Allohning yo'lidamiz. Maqola o'qib qoldim. Bir internetda bittasi yozibdiki, mana arzimagan tanga tinim boshqa bir odamni musulmon bo'lishiga sababchi bo'ldi deb. Aytadilarki, g'arb davlatlarida ketayotganimda deydi, transportda orada bilet sotadigan odam pul berib yubordi ortiqcha deydi. Haligini olib hayron bo'lib turdim, uni bilmadi deydi. Keyin men uni o'ziga qaytarib berdim. O'shingacha meni shayton vasvasa qildi, lekin siz xato qildingiz deb qaytarib berdim. Haligi odam ajablandi deydi. Buni hech kim ko'rmadi, lekin shuni qaytarib berding deb haligindan ta'sirlanib, keyin o'sha odam meni musulmon ekanligimni, islom mana shunga o'rgatishligini eshitib, o'sha odam keyinchalik musulmon bo'ldi degan ma'noda katta hikoya yozgan, shuni berdilar. Bir davlatga bordim, Yevropa davlatlarida, qarang, bir narsani ko'rdimda, o'sha kemaga chiqishlikda odam o'zini vijdoniga havola, shunda o'zi bilet olib chiqib ketaverar ekan. Lekin hech kim kelib seni bileting bormi deb tekshirmas ekan.
O'sha biletni olguncha navbat hammada. Biz ham oldik, chiqdik, o'tirdik. Men keyin bu biletni oldik, hech kim ko'rmadi-yu, tekshirmadi-yu desak, yo'q, tekshirmaydi dedi. Qanday bo'ladi bunaqa desam, vijdoniga havola dedi. Meni ajablantirgan va meni xijolat qilgan narsa boshqa azizlar. Xuddi shu yerda o'sha yurtda yuradigan vatandoshimizdan bittasi menga aytdiki, bizni vatandoshlar bilan uchrashuvimiz bor edi. Shu vatandoshlar bilan uchrashuv qilganda shu narsani bir aytib qo'ying, bizkilar shu biletni olmay chiqadi. Bir kun ko'rinib qolsa yomon xijolat bo'lamiz dedi. Tekshirmaganlik uchun chiqadi dedi, bizniki shunaqa. Men eshitib keyin o'shini gapirdim, birodarlar, sizlarda qilayotgan harakatinglar ummatga, millatga, yurtga baho bo'ladi. Bunaqa qilmanglar. Islom shuni o'rgatadi-da azizlar. Hech kim ko'rmayapti deb bir ishni qilib qo'yishlikni o'rgatmaydi-da. Islom o'rgatadiki, Alloh ko'rib turibdi deb taqvo qilishlikka. Kim haqqi bo'lsin, ehtiyot bo'lish kerak. Bir hadis Imom Muslimda keldi. Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yawmal qiyamati tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Agar bir kambag'al odam qarzdor bo'lgan bo'lsa, unga muhlat bersa yoki qarzini kechib yuborsa, o'sha odamda Alloh taolo qiyomatda o'zini arshini soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan kunda soyasida soyalantiradi dedilar. Alloh qanchalik ulug' maqom beryapti. Qadimdan bizlarning odatimiz bor, urfimiz borki, har bir xayrlik ishni oldidan duo qilinadi. Mana shu duoning barakotini umid qilib, yaxshiliklarni so'rab, duoda bu bardavomlik qilinadi. Ana shundan keyin bu ko'zlangan maqsadlar hosil bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam payg'ambar edilar, lekin doimiy duoda edilar. Har doim duo qilardilar. Yig'lab duo qilganliklari to'g'risida sahobalarimiz guvohlik beradilar. Agar e'tibor bersangiz, juda duoyimiz ko'p. Men ko'p joyda aytib beryapman. Arabistonga hajga borganimizda bir hamyurtlarimizdan birlari mana shunday o'tirgan hojilarning oldiga chiqib savol berdilar. Hozir shunday bir davlatda yashayapsizlarki, dunyoda O'zbekistondaqa tinch osoyishta, dunyoda O'zbekistondaqa go'zal diyor yo'q. Biz shu vatanda ota bobomiz tug'ilgan-u, ammo biz bu vatanda yashashlik baxtini ko'rmadik, lekin o'zbek ekanligimizdan doim faxrlanamiz. Va sizlardan bir narsani so'ramoqchiman. O'zbekiston mana shunday istiqlolga erishishligi-yu, O'zbekistonda tinch omon bo'lishligi, asta-asta xonadonlar barakotga to'lishligining sababi nima deb bilasizlar dedi. Hammamiz endi turlicha javob bergan bo'ldik. Hammasi to'g'ri, lekin menda boshqa bir mulohaza bor. Yurtimizdagi hamma fayz, barakani duodan deb bildik. Faqatgina bizni yurtdagina duo qilish saqlanib qolgan, arablarda ham duo qolmagan deb o'sha odam aytdi. Keyin e'tibor bersak, haqiqatda bizda duo qolgan ekan. Ovqat oldidan ham, ovqatdan keyin ham, biror bir ish qilishlikdan oldin ham, keyin ham kattalardan duo olish, to'y, ma'raka, xursandchiliklarda oldin duo olish va doim duoda bo'lishlik bizda qolgan. Arablarda ham duo yo'q. Ovqat yeydi, turib ketaveradi. Biz duo qilsak hayron bo'lib qaraydi. Hatto namozdan keyin ham o'tirib biz astoydil duo qilamiz. Ular salom berib turib ketaveradi. Kamdan kam holatida ba'zilarning duolarini ko'ramiz. Lekin umumiy holatda duo qilishlikdan chiqib qolingan. Bizda esa juda duo ko'p. Ba'zan duoni malol ham olamiz ekan. Aslida mana shu duoda baraka bor ekan. Mana barakasini nishonasini ko'rib turibmiz. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda "Sa'izibla ud'uni astajib lakum." Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman degan. Duo bu o'zi asli chaqirish ma'nosida, so'rash ma'nosida, yalvarish ma'nosida ishlatiladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Ad-duo ibodatun", duo bu ibodatdir deganlar. Yana bir hadislarida duo ibodatlarning mag'izi degan. Hamma narsani yeb eng shirin joyi mag'izi bo'lsa, mana shu ibodatlarning eng shirin joyi bu duo degan. Ya'ni buni ibodat qatoriga qo'shganlar. Va Alloh taolo duo qilmagan bandasidan g'azablanishligi haqida oyatda ham kelgan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislarda ham kelgan. Duo qilmagan odamni Alloh yomon ko'rar ekan. Duo qilish kerak. Allohdan so'rash kerak. Lekin duo bilan
biror bir narsani talab qilishlikda orasida ancha farq bor ekan. Talab qilish degani menga bir piyola choy quyib bering, suv quyib bering, bundoq degan gaplar talab qilishga kiradi. Bu biror narsani istagini so'rash. Ammo duo bu nimanidir talab qilish emas. Duo bu mo'min bandaning qalbi bilan, ruhi bilan Allohga bog'lanishlik. Buni qalbimiz bilan qilishligimiz kerak. Duo qilganimizda albatta duoyimizni Alloh eshitib turganligini, bilib turganligini va albatta so'ragan narsasimizni berishligiga aniq iymon keltirgan holatda duo qilib bormoqligimiz kerak. Agar duo qilmay qo'ysa, bu bandani mutakabbir banda qatoriga qo'shar ekan. Somi, eshitguvchi, ko'rguvchi, rizq berguvchi bo'lgan Alloh nisbatlariga iymoni zaif odam hisoblanar ekan. Umuman insonning xilqatida o'zi bilmagan holda duo qilishlik bor. Boshimizga musibat tushganda eng birinchi qiladigan ishimiz duo bo'ladi-da. Qachon bir qiyinchilik tushganda darhol duo qilamiz. Qachon dardmand bo'lganimizda duo qilamiz. Lekin eng yaxshi duo boshimizga hali musibat tushmasdan turib, hali biror bir qiyinchilikka uchramasdan turib qilinadigan duo. Allohga iltijo qilib, Allohga yolvorib duo qilish kerak. Hiç Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ını sog'inganmisiz? Hiç biror marta sog'inib ketdim deb ba'zan o'tib ketgan otamiz esimizga kelganda necha yil bo'lib ketgan bo'lsa ham beixtiyor ko'zga yosh keladi. Onamizni eslaganda beixtiyor ko'zimizga yosh keladi. Ba'zan o'zimiz eslab yig'laymiz. Bir xotiralarni ko'rganda eslaymiz. Lekin ba'zan shu savolni o'zimga ham beraman, boshqa birodarlarga ham berib ko'raman. Hiç Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sog'inib yig'lab o'rganmisiz? Agar o'shinday qilmagan bo'lsangiz, men bir gapni aytaman, omonat. Shu paytgacha kelgan 14 asr muqaddam burungi gapni aytmanki, uni eshitgandan keyin sog'inib yig'lamay iloji yo'q. Biz u zotni sog'inib yig'lamagan bo'lsak-da, u zot siz bilan bizni eslab yig'laganlar aslar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam men birodarlarimni sog'indim deganlar. O'ziga yosh olganlar. Birodarlarimni sog'indim deganlar. Hatto yonida turgan sahoba-i kiromlar ba'zilari so'radilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz emasmi birodarlaringiz?" deganlarda, "Sizlar mana sahobamsizlar" dedilar. "Birodarlaringiz kim?" "Birodarlarim mendan keyin meni ko'rmasdan menga iymon keltirgan ummatlarim" dedi. Sog'inib ko'zlariga yosh oldilar. Lekin biz biror marta sog'inmayapmiz. Ko'pchilikni ichida o'tirib eslaymiz, lekin yolg'iz uylarda mana shunday kunlarda kechqurun tahajjud o'qib, ko'zimizga yosh olib, biz har bir qadamimiz u zot bizga xotira bo'lib kelish kerak. Biz otamizni yaxshi gaplarini eshitganda xotira qilib yuboramiz. Hatto shirin taomlarni qo'yganda xotira qilamiz. Onamizni xotira qilamiz. Bir-birimizni ko'rganda yoki bir rasm suratini ko'rib qolganda yoki hozir telefonda yozib olgan bo'lsa, yozilingan tasvirni ko'rganda xotira qilamiz. Ammo biz bir kunda har qadamimizda u zotni eslatib turadigan sunnatlarga yo'liqamiz azizlar. Har qadamimizda bizni eslatadi. O'rnimizdan turib to kechqurun uyquga yotgunimizcha har bir qadamimizni ziyrak ko'z bilan, teran aql bilan ko'rsak, u zotning sunnatlari bizni eslatib turadi. Namozdan boshlab. Shunday ekan, biz ham u zotni sog'inishligimiz kerak azizlar. Sog'inish deganda nafaqatgina oddiygina ko'ziga yosh olib qo'yish, balki mana shu sog'inishligimizni hayotga tatbiq qilishligimiz lozim bo'ladi. Din qalbning oromidir. Allohga yaqinlashgan sari dardlar yengillashadi. Iymon qorong'idagi eng yorug' nurdir.